Hozir talabalarga dars o'tdim. Talabalarda 50% dan ko'pida bir fikr paydo bo'lib qolgan. Ya'ni Instagramda bugungi kunda ko'p aylanib turgan motivatsion videolardan biri. Ya'ni qaysi? Agar senga bu soha yoqmay turgan bo'lsa, sen undan ketishing kerak. Yoki bo'lmasa agar sen shu fanda qiynalib turgan bo'lsang, sen uni to'xtatishing kerak degan yo'sindagi ba'zi bir qo'shtirnoqchidagi fikrlar bor. O'shanga yoshlarda miyasi zaharlanib bo'lgan ko'piniki. Ya'ni so'rasangiz, men deydi universitet tashlab ketishim kerak deydi. Meni soham emas ekan bu deydi. Misol uchun ingliz tili yo'nalishida men o'zim ingliz tilidan dars o'taman. Men ingliz tilida bo'ldi hozir. Ingliz tili yo'nalishida o'qib turgan talaba, deydi menga emas ekan ingliz tili deydi. Ta'tilda o'qib turgan talaba menga emas ekan bu dasturlash deydi. Yoki yuridikada o'qib turgan yoki bo'lmasa tashmida o'qib turgan talaba o'zining sohasini yo'q menga emas ekan bu. Ya'ni bu narsa o'zidan o'zi kelib qolgani yo'q. Ya'ni o'sha videolar ta'sirida bo'lyapti. Ya'ni agar senga bu soha yoqmay turgan bo'lsa, sen undan ketishing kerak yoki bo'lmasam sen u kasbingni sevmayapsanmi, sen uni tark etishing kerak dedi. Menga aytchi sen qarang. Ya'ni o'sha shu videoni shunaqa videolar tarqatib turganlar yoki shunaqa podkastlarda chiqib shunaqa sayrab turganlarga men savolim bor. Qaysi soha, qaysi fan oson? Ya'ni qaysi narsa oson? Menga shuni aytinglarchi, qaysi narsa oson? Shunda o'rganasiz, shuni miyangizda shunda ochib turib soladigan narsa bormi bu hayotda? Hamma narsa ham, ya'ni yoshlarga men hozir tushuntirdim. Ko'piga har safar aytaman. Sen birorta ijtimoiy fanni o'rgan, bo'pti biznesmen bo'lmoqchisan, sen yoki bo'lmasa zamonaviy kasbni egallamoqchisan. Sen birinchi navbatda ingliz tilini o'rgan. Yonida rus tilini o'rgan. 3 ta til biladigan bo'lding. Keyin kompyuterni o'rgan. Kompyuterda dasturlar shunaqa narsa emas, shunchaki software applicationlar bor, misol uchun Word, Excel yoki bo'lmasam qanday qilib kompyuter ishlatishni o'rgan. Hali kompyuterni qanday ishlatishni bilmaydi, lekin shu zamonaviy kasblarni yorib olmoqchi. Ya'ni birorta fanda o'rganish kerak-ku odam. Hamma narsa osonlik bilan bo'lmaydi-yu. Sen universitetga kirding. 4 yil o'qi, sen bo'pti mayli universitet sening uchun yomondir. Sen ana videolarni ko'p ko'rib qo'ygansan, universitet yomon degan videolarni ko'p ko'rib qo'ygansan. Lekin shu universitetda mana men ham o'qiganman, bakalavrda ham, magistraturani ham. Ya'ni networking olasan. Shu birorta do'sting orqali shu universitetda bitirib turganingda sen ishli bo'lib ketasan. O'zing ish topasan, qiynalasan, yakunida qiynalasan yoki bo'lmasa boshqa narsada qiynalib, qiyinchilikka tayyorlanasan. U yo'q narsa u. Misol uchun meni bitta tanishim bor edi, aytib beray. Bir yaxshi o'qirdi o'zi. Shu motivatsion videolar ko'rdida, "Ya" dedi, "bu ingliz tili men uchun emas ekan." Dedi-da boshqa sohaga o'tdi. Bir oy unda yurdi. Bir oy yana bittasida yurdi. O'tib oxiri motivatsiyasi so'ldi. Ya'ni bu narsa shunaqa narsa ilmiy isbotlangan. Birdan motivatsiya olib boshlagan odam ishni, birdan motivatsiyasi so'ladi va hamma narsaga ishonch yo'qoladi. Biz Anvar aka Sayfullayev degan dekanimiz bo'ladi. O'sha dekanimiz aytganda, bu narsalar vaqtinchalik narsa. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonga faqat biznesmenlar kerak emas, faqat motivatorlar kerak emas. Bizga hozir asosiy kerakli narsa zo'r o'qituvchi kerak bizga. Zo'r shifokor kerak. Zo'r yurist kerak, zo'r siyosatchi kerak. Nima deydi? Ya'ni yaxshi bir injener kerak bizga. Ya'ni shu narsalar rivojlansagina keyin biznesing gurkulaydi. Ya'ni shu narsalar bo'lsa, keyin siz biznesda zo'r bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston Amerika emas hali. Misol uchun Bill Gatesni surishtiring, uni ota bobosi kim bo'lgan? Elon Musk surishtiring, ota bobosi kim bo'lgan? Unda qanaqa sharoitlar bo'lgan? Uni davlatida qanaqa qonunchiliklar bor? Qanaqangi to'siqlar bor, qanaqangi to'siqlar yo'q ularda bizga o'xshagan. Ya'ni bolalarni ongini zaharlayapti. Ya'ni bugungi kunda shunaqa videolar, shunaqangi insonlar. 4 yil universitetga kirding, sen o'zing sohangda yaxshi o'rgan, o'zing sohangda yaxshi mutaxassis bo'ldi. Senga shu yetarli. Ya'ni o'qituvchi bo'lib qancha oylik olaman dedi bittasi. Meni hamkasblarim, men o'zimda aytmayman, mana men hamkasblarim bor, mana misol uchun $1000 yuqori oylik oladi. U ham qanaqa ertalab kelib kechqurun ketmaydi. Ertalab keladi, obedda ketadi, obeddan keyin boshqa universitetda ishlaydi. Bu joyda o'zidan 1000 oladi, boshqasidan 1000 olishi mumkin. 1,5 ming, 2 mingdan ko'p topadi. Ya'ni shu narsa yoshlarning ongini zaharlab qo'yapti-da. Ya'ni senga bu ish yoqmayaptimi? Demak, sen shu ishdan ketishing kerak. Senga bir narsa yoqmayaptimi? Buni tark etishing kerak. Hamma narsa qiyin. Masalan, ingliz tilini mana ingliz tili oson deb o'ylaysan. Ingliz tili qiyin. Ingliz tilini o'rganish uchun 1 yil yoki 2 yil vaqt sarflash kerak. Nafaqat ingliz tili yoki matematika, har qanaqangi soha, har qanaqangi fan qiyinchilik talab etadi, vaqt talab etadi, sabr talab etadi, bilim talab etadi.
shunday qo'yib bersang, bularga shunday biznes boshlasa-da, mana 1 oy oldin biznes boshlasa, bu oy zo'r bo'ladi. Biznesi gurkurab yashnab ketib, bitta mashina olish kerak, uy olish kerak. Yurish kerak, Instagramga chiqib videolarni qo'yib, o'sha video qo'yib turgan mana biznes shu qo'shnirochidagi odamlar seni ko'rib turgan prosmotoringdan foyda oladi. Bo'ldi, boshqa foydasi yo'q. Ya'ni agar bugunda sizda ham agar shunaqa g'oya paydo bo'lib turgan bo'lsa, to'g'risi jahlim chiqqani uchun sensirab boryapman. Ya'ni agar sizda ham shunaqa g'oya aylanib turgan bo'lsa, voz keching bunaqa g'oyadan. Siz o'zingizni faningizni zo'r o'qing. 4 yil mobaynida universitetdan nima olaman deyishingiz mumkin. Siz o'zingiz xo'p, mana bitta til o'rganing, ingliz tili yoki rus tili, yoniga kompyuter o'rganing, o'zingiz sohada yaxshi o'rganing, yetuk mutaxassis bo'ling. Universitetni bitirmasdan ish topasiz. Men sizga javob beraman. Xullas, yana bitta muammoli mavzular bor. Hozir bu videoda to'liq gapirsam sig'dira olmayman. Keyingi videolarda, keyingi postlarimni qo'yib boraman u narsani. Bu videoni hozir shunaqa ongda haligi biznesga kuchayib ketib, sirazi 1 oy ichida puli ko'payib, milliard bo'lib ketmoqchi bo'lgan do'stingizga yoki bo'lmasam 1 oy bitta sohada ishlab, 2-oy boshqa sohaga kirib, xullas 28 marotaba kasbini o'zgartirgan do'stingizga jo'natib qo'ying.